Assalomu alaykum bütün O'zbekiston ahli, yaxshimisizlar, yaxshi o'tiribmisizlar? Hammangizga shunday saroydin joylar nasib etsin. Ina bize razı joyda bitirdik. Gap qisqasi perdivalga qarab qoldi. Perdival degani sel dival. Ozgina paxsa qo'yiladi. Shu ağaçla basıp chiqiladi, keyin inbeden 50 santi, 55 santi perdival bo'ladi. Sel dival desem bo'ladi shundaydi. Joya qarang joya. Qilichli bo'lib chiqdi. Betonda quyilgan diyor. Standart ağaçlar yayıldı. Ağaçlar ipe tez düzüledi, ip tartıp uring alınadi yer qisqasi. Keyin reka qaqiladi. Standart reka. Balgarka bilan kesilib, mata pila bilan kesilib qo'yiladi. Mik qaqiladi keyin har birine. So'ng buni ustidan paxsa yuriladi, paxsa. Ağaç basıp chiqadi, loy. Laydan koyup chiqamiz. Ana layla ezilib turibdi. Usta buva qattiq qirjib yotdi. Qatdan ham deb ipe endi toza o'rganib bo'lsa ham deb ipe tortiladi-da, ipe. İp bilan kesib chiqiladi. Ho! Yine ustalar kıstanıp işleyapti. Şimdi tip barlar standart çıkardı acaba. Bu yine jo'ralar. Xorazm ahli bahasini aytadigan bo'lsam, joyning narxi 430-450 ming so'm. Hozir 1 minut rekap berishmi? Yine hazır çistik qattiq qirishdi. Üstüne geldik yine. Üstüne tip kırıladı yine. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.